Marvel studiyasi kutilmaganda Fantastik 4lik filmining yangi versiyasining birinchi treylerini chiqardi. Bundan sal avvalroq uning teaser treyleri chiqqan edi va kuni kelib treyleri ham chiqishi aniq edi, lekin bunaqangi kutilmagan tarzda emas. Agar Marvel kutilmagan tarzda treyler chiqargan bo'lsa, biz ham kutilmagan tarzda unga reaksiya chiqaramiz. Qani, ketdik. Shunaqa boshlaydi ekanlar, vashshi yoqmaydi bor. Wow, folks, we all know the story. 4 brave astronauts head up into space and come back forever changed. This car? Demak, bu olamda bu personajni odamlar yaxshi ko'rishadi. Bilmadim, o'zini ham yaxshi ko'radimi? Odamlar yaxshi ko'radi. Biz bilgan va biz ko'rgan Fantastik 4likda odamlar qanchalik anaqa qilishardi, uni ustidan kulishardi va o'zi ham o'zini yomon ko'rardi. Bu olamda sal boshqacharoq. Our city, our planet owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can certainly celebrate them. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Thank you, Fantastic Four! Please Thank welcome you, the Fantastic Four. Four. Herbie, how's that sauce looking? Okay. Teaserda ham bor edi. Fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? Are you pregnant? Demak, bu filmda o'zi teaserda ham menimcha ozgina namyoklar bor edi va qanaqadir taxminlar ham bor edi muxlislar tomonidan. Mana bu ayol esimdan chiqib qoldi nomi. Xullas homilador va undan tug'iladigan bola yosh qasoskorlar yoki hozir tuzilayotgan yangi guruhi a'zosi bo'lishi kutilmoqda. Bo'lishi mumkin. Va Disney bizga qayta va qayta Marvel oilasi deyotgani, bu 4 ta personaj, bir oila. Bitta Mr. Elastic bilan anaqa уже turmush qurishgan ekan. Biz bilgan va biz ko'rgan Fantastik 4likda ular endi turmush qurishayotgan edi. You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We're gonna be the best uncles ever. We can do Family. this. Nothing's going to change. Hammasi o'sha oddiy ssenariyga asoslangan, oddiy standartga asoslangan, barcha baxtli, barchasi zo'r va bam nimadir problema paydo bo'ladi. Xuddi o'sha oddiy standartga asoslangan ssenariy. Bu kritika emas. Bu yaxshi. Are you the protectors of this world? Surferchi ayol. Yes, we are. Your planet is now marked Yaxshi. Ko'rinishi yaxshi qilingan. for death. It's my fault. I stretched the bounds of Why, space. Johnny? Why? And they hurt. Are we safe? No. I don't know. There's not enough time. Stop. Hozir. I don't know. There's not enough time. Nima bu? Yerra ancha-muncha qismi, agar bu yer bo'lsa, ancha-muncha qismi уже yo'q qilingan. Interesting. I'm not giving up.
Menga qiziq bo'layotgani Mr. Fantastic, adashma Mr. Elastic yoki Mr. Fantastic esimda yo'q to'liq va uni ayolini qobiliyatlarini ko'rsatishmadi hali. Bu esa Galactus, adashmasam Galactus. Galactus. Asosiy yovuz, adashmasam. We will face this together. We will fight it together. As a family. Has to be us. Mana shu lahzani kutayotgandim men. Cho'zilish ancha chiroyli qilingan. Haqiqatan chiroyli qilingan cho'zilish. Bu lahzani ham kutayotgandim. We will protect you. First steps. Birinchi qadamlar. Xo'p. Treylerga keladigan bo'lsak, qiziq, lekin juda zo'r emas, qiziq. Oxirgi Marvelda chiqargan Miss Marvel yoki She-Hulk o'zingizlar bilasizlar qanaqa kinolar yoki seriallar ulardan ko'ra qiziqroq, lekin Doctor Strange, Thor'larni darajasida emas, meni fikrimcha. Men uchun bu eslatib o'taman, bu meni fikrim. Agar siz bu fikrlarga qo'shilmasangiz, bu ajoyib. Va menimcha agar kino chiqqanicha yangi teaserlar va yangi nimadirlar bilan meni qiziqtira olishsa, dalshi kinoteatrga tushib ko'raman. Bo'lmasa raqamli versiyasi chiqqanda ko'raman. Lekin misol uchun Thunderbolts filmi men birinchi teaseri chiqqanda men bu kinoni kinoteatrda ko'raman degan edim. Bunda unaqa tushunish bo'lmadi. Siz teaser yoki treyler yuzasidan qanaqa fikrdasiz? Va shunaqa reaksiya videolar bo'lib tursinmi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamang.